Assalomu alaykum. YouTube'dan kuzatib kelayotgan qadrbaland qadrdonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Yangi Hayot tumanining Olchazor mahallasida ikkita yonma-yon uyni ko'rib chiqamiz. Bu mahallamizni e'tibor bersanglar, kattagina keng, taxminan 200 metr to'g'riga chiqadigan bo'lsa, o'sha Yangi Hayot tumanida daraxtlar gullagan ko'cha bor-ku, ana o'sha yerga chiqamiz. Hamma kommunikatsiyalar bor. Har bitta uyimizni 3 sotixli yer maydoniga qurilgan ikkita yonma-yon. Tashqari tarafini ham ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa yashil hududlar, archalar ekib, juda chiroyli qilib qo'yilgan. Kelinglar endi uyimizga kiramiz. Bu yerda katta darvoza va o'rtada asosiy kiraverish eshigi. Uyga kirib kelishimiz kattagina baland naveslar qilingan. Bemalol bu yerga bitta avtomobil qo'ysak bo'ladi. Uyga kirib kelganimizda chap tarafdan kattagina keng yozgi oshxonani ko'ramiz va hovli uchun qoldirilgan bitta hojatxonasini ko'rsak bo'ladi. Ikki yoq tomonlama kattagina yashil hudud. Imoratimizni 2 qavatli, yerto'lasi bilan hisoblaganda 280 kvadrat metr kattalikda. Yerto'lamizni shu 80% qilingan ekan. Hovlidan ham yerto'laga tushsak bo'ladi, uy ichidan ham tushsak bo'ladi. Unda marhamat sekin astalik bilan uy ichiga kirib, remontlarni hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Uyimizga kiraverish kattagina living room bilan boshlanyapti. Interyer neoklassika, ya'ni yangilangan klassik uslubda ta'mirdan chiqarilgan. Bu yerni endi divanli zona qilib qo'yib, televizorlar qo'yib qo'yib, mehmonlar kelganda o'rtoqlar yoki oilaviy o'tiriladigan joy qilib qo'ysa, menimcha juda ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi bo'lib, mana bu tarafda endi oshxonani ko'rar ekanmiz. Bu tarafga mebel jihozlari, texnikalari yig'iladigan bo'lsa, hovliga qaragan kattagina romlari, ajoyib dekorativ qandillari bor. Interyeridagi ranglar menga to'g'risi rosa yoqyapti. Sizlar o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Bu tarafdan marhamat, birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rasizlar. Va buni yonginasida juda ham kattagina mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi bu yerda kattagina bir 12 kishilikmi, 14 kishilikmi stul qo'yiladi. Uyni qurgan akalarimiz havo aylanishini ta'minlash maqsadida shunaqa bir joy qilinganki, bu yerda mana eshik qoldirilgan. Qanaqadir mehmonlar kelganda tashqariga chiqib bemalol bu yerdan ham havo aylantirib yana qaytib kirishi mumkin va bu yerdan orqa tarafga qaragan boshqa xonalarning romlari ham joylashgan. Endi davom etamiz. Bu mehmonxonamizning yonginasida birinchi qavatimizdagi oxirgi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan mana shunaqa yotoqxona bo'ladi. Orqa tarafga qaragan romini ko'ramiz va bu yerdan mana kichkinagina o'zini yuvinish xonasini ko'ramiz. Dush bor, rakvina, unitaz bor. Menimcha endi yotoqxonaning ichiga bu yaxshi, albatta kerak bu narsa. Endi kelinglar, kadrni uzmasdan yerto'laga tushaveramiz. Sizlarga maksimalni hamma joyini to'liqligicha yoritib bersak, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Mana shunaqa uyni niyat qilganlar, bitta like bosib qo'yinglar. Uy shaxsan o'zimga ham rosa yoqyapti. Yerto'lamizda boya aytganimdek 80% qilinganda, mana bu yoq tarafdagi yotoqxonani tegi katta ochiq qilingan. Bu yoqda endi zinalarimiz bo'lsa va bu yoq tarafi ham katta ochiq. Ko'pli pol qilingan. Masalan, bu joyi bolalarga o'yingoh qilib bersak bo'ladi. Mana bu eshik bizani tashqari hovliga olib chiqadi. Endi uyimizning eng asosiy yuragiga desak, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Isitish tizimlari joylashtirilgan xonaga kiramiz. Bu yerda ikkita duxkonturniy kotyol, plus boiler qo'yilgan, hamma narsa akkuratni, mana ko'rib turganinglardek yig'ilgan. Santexnik akalarimizning ishligiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda yana bitta xona, taxminan razmerini aytaman, 2 metr kenglikda, uzunligi taxminan 3 yoki 3,5 metr. Bu холодный qilingan ekan. Bizda baribir o'zbekchilikda холодный xonalar kerak, sababi bankalar yopamiz, yozda achichuvlar qilamiz-ku, mana shu xonaga bir stilajlar yasab turib, akkuratni joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Birinchi qavatimiz va yerto'lamizni sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 3 ta xona, 2 ta sanuzul va bitta katta living room bor. Mana zinadan chiqqanda bu ikkinchi living room desak bo'ladi. Bu yerni ham divanli zonalar qilib, oilaviy o'tiriladigan joy qilib olsak, menimcha zo'r bo'ladi. Shaxsan o'zimga mana shunaqa joy rosa yoqadi. Endi xonalarga kirishdan oldin kelinglar, balkonni ko'ringlar. Mana balkonning kattaligini ko'rishingiz mumkin va tepadan hovlimizdan qaranglar. Yashil hududlarga
Okamizlar esa mehr berib qo'yganlar. Ikkita yonma-yon qurgan ekanlar. Har bittasi 3 sotixli yer maydoniga qurilgan. Buni yonidagini oshxona mebel texnikalarini bitirib qo'yganman deyaptilar. Xohlasanglar kelib uni ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar agar o'zim hamma narsani ichkarida yana to'ldirib olaman desanglar, mana bu variantimiz ham zo'r. Endi zinadan chiqqanda chap tarafdan xonalarni ko'rishni davom etamiz. Bu ikkinchi qavatimizdagi birinchi xona. Buni endi bolalarga yotoqxona qilib bersak, menimcha zo'r bo'ladi. Isitish tizimlarida teplый pol plus yana radiatorlardan foydalanilgan. Buni yonginasida mehmonxonamizning tepa qismidagi xona bo'lyapti. Ikkinchi qavatdagi ikkinchi xona. Bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan kattagina yotoqxona. Nega asosiy deyapman? Bu yotoqxonamizning ham ichida o'zini yuvinish xonalari bilan birgalikda bu yerda unitaz bo'lsa, bu yerda dushi, oynalari surilib ochiladi. Bu yerga suv sachramasligi uchun. Hamma narsa akkuratni did bilan qilinibdi. Endi davom etamiz. Bu yotoqxonadan chiqdik. Zinadan chiqqanda to'g'ridagi xona. Ikkinchi qavatimiz uchun bu umumiy sanuzel. Rakvinasi, bu yerda dushi bo'ladi. Endi bu tarafga menimcha oyna yasavorlari suv sachramasligi uchun unitazini ko'rsanglar bo'ladi. Kafillarimiz kollaboratsiya qilinibdi. Bu yerda seriya kafillardan foydalanilgandi va pol bilan bu yer taraf devor qora oq tomirli kafillardan qilingan. Havo aylantirish uchun moslamalar ham qo'yib ketilgan. Qo'shimcha yana aksessuarlari bilan. Endi ikkinchi qavatimizdagi 3-xona umumiy hisobda uyimizdagi bu 5-xona bo'ladi. Buni ham bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Endi living roomga qaytamiz. Mana bu rakursdan ko'rsatdik. Kattagina joy. Bu yerdan ham bemalol bitta xona sifatida ham foydalansak bo'ladi. Faqat ochiq joyda. Endi bu yerda divanli zonalar yoki qanaqadir mягкийlar qo'yib qo'yib, bolalar o'tirib dars qilishi mumkin va hokazo shunga o'xshagan. Endi hamma o'zining sharoitidan kelib chiqqan holatda o'ziga moslashtirib olish imkoni bor. Qadrdonlar, sizlar bilan ko'rgan uyimizning narxi $299,000 chiqyapti. Aniq lokatsiyani bilmoqchi bo'lsanglar, Uzqurilish Telegram kanaliga bizda har kuni har bir borayotgan obyektlarimizning lokatsiyalari bilan va quruvchilarning nomerlari bilan tashlab boramiz. Albatta, uy qidirayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Agar uylarni sotmoqchi bo'lsanglar ham u yerda narx-navolar qanaqa chiqyapti, nima bo'lyapti, shu bo'yicha ham ma'lumot olib turishingiz mumkin. Uzqurilish Telegram kanaliga hoziroq kirib obuna bo'lib qo'ying. Agar bu uyni siz sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekranning qaysidir burchagida uy quruvchilarining nomerlari chiqadi. Telefon qiling, kelib ko'ring, yaxshi mahalladan, yaxshi qurilgan uchastka. Endi tepasida kelib savdolashadigan bo'lsangiz, albatta men aytgan narxdan kelishiladigan joylari bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.